Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Savol: ovqatga yoki bo'lmasam savolimizni kengroq qilib turib, ovqatga yoki suv idishga puflasa bo'ladimi va nafas olsa bo'ladimi? Bu ikkita masala. Nafas olsa degandan maqsad inson suvni ko'tarib ichayotib burnidan nafas olib tursa bo'ladimi yoki yo'q? Buxoriy Muslimda rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Idza shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina." Sizlardan biringlar suv ichadigan bo'lsa, idishga nafas olmasin dedilar. Bu birinchi masala. Ya'ni suv ichayotgan paytimizda, ya'ni og'zimizga idishni qo'yib ko'tarayotgan paytimizda burnimizdan nafas olishligimizdan qaytarilyapti. Nimaga? Chunki bu islom dini shunday mukammal Alloh tomonidan yuborilgan dinki, pokizalikka, nazofatga, pokizalikka e'tibor qaratiladi. Inson suv ichayotgan paytda burnidan nafas oladigan bo'lsa, burnidan ba'zi narsalar tushib qolishligi mumkin suvga. Shu narsa bo'lmasligi uchun suv ichayotib nafas olishlikdan qaytarildi. Shuning uchun ham sunnatga muvofiq 3 marta ko'tarib, ya'ni bir ko'tariladi-da, ozgina ichiladida to'xtalinadi. Nafas olinadi, boshqa ko'tarib ichiladi. Shuning uchun bu hatto shu suv ichishlikdagi odoblarda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga nima qilishini ko'rsatib o'tib ketganlar. Demak, birinchi masalamiz suv ichayotgan paytimizda burnimiz bilan nafas olishligimizdan qaytarilyapti. Ikkinchi masala, endi ovqatga yoki suvga puflash. Masalan, choyimiz issiq, unga puflab sovutsa bo'ladimi? Ovqatimiz issiq, unga puflasa bo'ladimi? Bu haqida Termiziy va Abu Dovuddan Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Naha an yatanaffasa fil ina'i aw yanfukha fihi." Idishga suv nafas olishlikdan va unga puflashdan qaytardilar dedi. Demak nima? Ovqatga puflashlikdan ham qaytarilyapti. Shavkoniy rahimahulloh Naylul Avtor kitoblarida mana shu hadisni sharhida aytdilarki, ya'ni bu puflashlikdan qaytardilar degan so'zining ma'nosi inson suv ichayotgan idishiga puflasa yoki ovqat yeyotgan idishiga puflasa bo'lmaydi. Chunki mana bu puflagan paytda suviga yoki ovqatiga biron bir narsa tushib qolishligi mumkin. Bu esa islom nima? Bu esa yoki bo'lmasam davom ettirib aytadilarki, xuddinki bir issiq suvni sovutishlik uchun yoki issiq ovqatni sovutishlik uchun puflasa bo'lmaydi, balki sabr qilishlik kerak. Issiq ham yesa bo'lmaydi, chunki issiq barakani ketkazadi. Bu issiq ovqat jahannam ahlining ovqatidir. Nima? Ovqatni ozgina sovutibroq yeyishlik kerak deb aytdilar. Al-Manawi rahimahulloh o'zining Faydul Qodir kitobida aytdilarki, issiq ovqatga puflashlik bu insonni shoshilganligiga, shoshqaloqligiga, sabrsizligiga va ba'zi o'rinlarda odobsiz ekanligiga dalil bo'ladi deb aytdilar. Demak, mana bu suv ichayotganimizda burnimiz bilan nafas olishlikdan va issiq ovqatga yoki issiq bo'lmasa ham umumiy ravishda ovqatga yoki suvga puflashlikdan nima shariatda qaytarilgan. Lekin keyingi masala, mana bu qaytaruv bu haromligiga dalil emas. Balki ulamolar aytadilarki, bu qaytaruvlar bu tarbiyaviy bizga yo'llanmalar. Lekin buni qilib qo'yishlik bilan inson gunohkor bo'lib harom bo'lmaydi. Ya'ni boshqacha qilib aytganda bu makruh amallardir. Bu qaytaruv makruhligiga dalil bo'ladi. Bir inson bu narsani agar mabodo qilib qo'ygan bo'lsa, gunohkor bo'lib, bir fosiq bo'lib, bir gunoh kabira qildi degani emas. Balki bu odob yuzasidan aytilgan hadislarki, mana bu narsani qilmaganlik afzal. Kim bunga amal qiladigan bo'lsa, albatta savob oladi, sunnatga ergashgan bo'ladi, ajr mukofot oladi. Agar qilmagan bo'lsa, odobsizlik qilgan bo'ladi, makruh qilmasligi yaxshiroq bo'lgan ishni qilib qo'ygan bo'ladi. Keyingi masala, mana bu masalaga tegishli oxirgi masalamiz, agar insonni hojati bo'ladigan bo'lsa, puflashlik joiz deb aytishadi. Agar hojat bo'ladigan bo'lsa, puflashlik joiz. Al-Mardawi rahimahulloh Insof kitoblarida aytdilarki, agar ovqat issiq bo'ladigan bo'lsa, puflashlik makruh emas dedilar. Ya'ni sharhida aytadilarki, agar mana bu ovqatni tezroq sovutishlikka hojati bor, ya'ni hozir shoshilyapti yoki bironta bir hojati bor ish bo'lib turib puflasa, unda bo'laveradi. Ibn Usaymin rahimahulloh Riyodus Solihin sharhida ham mana shu narsa aytganlarki, ba'zi ulamolar bu ishni makruh deb turib, ba'zi ulamolar bu narsadan insonning hojati bo'lsa, istisno o'rni bor. Agar bir ovqat yoki suv issiq bo'lsa va tezroq buni ichishlikka hojati bo'ladigan bo'lsa,
ulamolar buni istisno qilib, bunda puflasa bo'laveradi deb aytishgan deb aytadilar. Demak, xulosa ovqat va suvga puflashlik makruh, lekin hojat o'rnida joiz bo'ladi. Agar bir inson buni qilib qo'yadigan bo'lsa, hojat bo'lmasdan ham bir inson ovqatga puflab qo'ygan bo'lsa, harom ish qilib, bir gunoh kabira qilib, fosiq bo'lib qolgan degan narsa yo'q. Balki bu makruh amallardan qilishligi, ya'ni bu narsani qilmaslik bilan inson eng afzal ishni qilgan bo'ladi. Qilib qo'yishligi bilan bir odobsizlik qilgan bo'ladi xolos. Ammo harom ishni qilib, bir gunoh kabira qilgan bo'lmaydi. Vallohu a'lam.